Amir aka, bizga shunaqasi ham bo'ladi-da. 10 yil oldin mana shu travertenlarni qilib ketganmiz. Bu yerda kelib turib, ustidan просто jimchuk. Restavratsiya ayrim joylariga jimchuk. Mana ishlarimizni ko'rib polniy shu devor ana shu uydagi. Polniy devor mana shu uyda. Yonlari bilan. Yana nima ishlar bo'lgan bu yerda? Ichkariga malyarkalarni qilib berganmiz. Qayin ichkarilar o'zi ko'chib kirgan uydagilar, yerga kirish nidobni. Tashqariga yangi dizayn, kartamera qilib berganmiz. Polniy fasadlarini. Plitkalarni ham qilib Plitkalarni, mana kafelarini, hammasini. Tashqaridagi pol, plitka hammasini qilib berganmiz. Patologlari. Cho'l chiqdi. 10 yil oldin mana shunaqa dizayn bo'lganda, bu eski dizaynda qarang. faqat lak qildingiz, tamom. Ha, ustidan hozirgi jimchuk lakni urganmiz ha. Chotki bo'ldi keyin. Chotki bo'lgan mana. Oppoq. Zakoni bo'libdi. Qaybulla aka, obyekt вообще zo'r bitibdi. Siz 15 yillik usto, shuning uchun mana pastga nomerini qo'yamiz. Aloqaga chiqishadi. Polniy cho'yli qilamiz u yo'g'on. Nima dedingiz? Shuni. Mo'j deganda ko'p narsani bilasiz siz. Ana shunaqa kelib, obyektlarni qarang, 10 yil oldin qilgan ishingiz yana sizni chaqiryapti. Значит, baraka topgan bular sizni chaqirib yana boshqatdan ishlatishyapti. Shuning uchun nomer qo'yamiz, aloqa qilamiz. Samarqanddagi eng arzon travertin mana shu akamiz hozircha. Rahmat.